Juma namozi azoni. Albatta bilamizki, juma namoziga 2 mahal azon aytiladi. To'g'rimi? Nega endi juma namoziga 2 mahal aytiladi? Juma kuni bo'lganligi uchunmi? Ha, juma kuni, juma namozi bo'lganligi uchun. Albatta, qarang. Juma namozi peshin namozini o'rniga, ya'ni juma bo'lganligi uchun peshin namozi soqit bo'lib, peshinni o'rniga juma o'qiladi. Aslida men sizga biroz so'ngra hadisni ham o'qiyman. Aslida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonlarida, Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umarlarning zamonlarida juma namoziga ham bir marta azon aytilar edi. Illa Hazrati Usmonning zamonida, yaxshi eslab qoling. Hazrati Usmonning zamonida Madina kengaydi. Musulmon o'lkalari yanada nima bo'ldi? Kengayib, musulmonlar soni ziyoda bo'lganida Hazrati Usmon bin Affon radhiyallohu ta'ala anhu demak 2 marta azon aytirishlikda, ya'ni bir marta yana azonni qo'shdilar. Shunga azonda qarang. Hazrati Usmon qaysi bir azonni, mana jumalarimizdagi azon bor-ku. Albatta birinchi azon aytiladi sunnatimizdan avval, to'g'rimi? Ikkinchi azon aytiladi imom minbarga chiqqanda, to'g'rimi? Hazrati Usmon qaysini ziyoda qildilar? Ana u sunnatdan oldin aytiladigan azonni ziyoda qildilar. Demak, asl azon qaysi azon bo'lar ekan? Yo'q. Imom xutbaga chiqqandagi asl azon udur. U deganligi aynan o'sha hali biz mavzusi kelib aytamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning so'zlarida muazzin nima deya nido qilib chaqirsa, muazzinning so'zini ayting deya aytilgan o'sha so'zlari, bizga buyruqlari, bu aynan o'sha ikkinchi azon, ya'ni jumadagi ikkinchi azonimizda uni eshitiladi, uni eshitishlik va uni orqasidan takror qilishlik vojibligi ikkinchi azonda hisoblanadi. U deganligi